boy o'rtog'im kelyapti. Nimadir olib bersa bor-ku, jo'rtaga qo'ling cho'ntagiga tiqib, o'zim to'layman beraman deydi. Lekin o'zi to'laydi. Nimaga o'zim to'layman deb bunday kelyapti. Do'stim, rahmat aka. Aka to'rttasi qancha bo'ldi? O'zimiz beramiz. To'g'ri, o'zimiz to'laymiz, xijolat qilma, o'zimiz to'laymiz. Yo'q. O'zim to'layman. O'rtoqsan, kababika deb shuni aytdingmi? O'rtoq, bu kebab ekan, zo'r ekan qishashinglar, a? Shot keldimi? Sxema bo'yicha to'lash kerak edi. Men hammasini plan qilib chiqdim, to'lash kerak edi. Yana xudoga shukr, keldi. Shot ketdi-ku. Ha, o'zimiz to'laymiz, o'rtoq, o'zimiz to'laymiz. Ha, bo'pti, to'layveringlar. Planingga sana. Bekor aytdik-da men shuni. Uchinchisiga aytish kerak emas ekanda. Xonda plan, xon. Ha, o'xshardi-da, oldingilarda qilganimda to'lagandi. Endi to'la bo'lmasa. Bitta men yedimmi? Sen olib kelding-ku, jo'ram to'laydi deb.